Toy'dan kelgan qonaqlarga ham o'zimni isda qoldirdik, ko'ngilda qoldirdik. Yol kechasi bo'lak etasım keladi dedim. Mana shunday motor yol kechasi bo'lak etgan uchun, aziz do'stlar, sening ijoddosh do'stlaringga bek zo'r rahmatlarimni yetkazib, yurak oralarini yoqin etib kelganingiz uchun, mening chaqiruvimni qabul etganingiz uchun, bizga shu qadar motor, isha bo'lak etganingiz uchun rahmat. Boringizga bek zo'r rahmat. Ura!